O'zbekiston g'urur tuyg'usini his qilishga tayyormisiz? Hozir sizlarga bitta manzara ko'rsataman. Faqatgina kommentariyada mashalloh deb yozib qo'yasiz. Buni qarang, O'zbekistonda tarix yaratildi. Buni go'zalligini qarang. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan 5 yildan beri qurilayotgan va davom etayotgan Imom al-Buxoriy majmuasiga keldim, akalar. Faqatgina videomni boshidan aytaman, bu joy hali ochilgani yo'q. Hozir UNESCOning katta tadbiri bo'layotganligi uchun faqatgina vaqtinchalik ochildi. Lekin hozir ham ichkariga kirish mumkin emas. Shu atrofda yursangiz bo'ladi. Bu videomni nimaga bunaqa deyapman? Ko'pchilik blogerlar kelib video olishyapti. Aniq ma'lumotga ega bo'lmasdan bu joy ochildi deb e'lon qilishgan. Lekin ochiq emas. Hozir tashqaridan Qozog'iston, Qirg'izistondan ko'pchilik kelishyapti, lekin ichkariga kirgizishmaydi baribir. Shuning uchun hozirdan mana shu videomizni barcha O'zbekiston xalqiga yuborib qo'ying. Sababi Toshkentdan, viloyatdan, boshqa joylardan kelib sarson bo'lmasin. Keyingi yil bahorlarda ochilish rejalashtirilgan ekan. Hozir kelasiz mana shu joyda. Hozir vaqtinchalik, lekin 15-cheklovdan keyin bu joyga ham kirish mumkin bo'lmay qoladi. O'shaning uchun hozirdan tanishlaringizga albatta bu videomizni yuborib qo'ying. Ozgina sabr qilsangiz, keyingi yil bahorlariga inshaalloh ochilsa, oilangiz bilan albatta kelishlik nasib qilsin. Hozir Qozog'istondan akalarimiz shu video orqali kelgan ekan. Hali ochilmagan bu joy. Rasman ochilish e'lon qilinmagan. Qachonki rasman ochilish e'lon qilingandan keyin ichkariga kirish ruxsat etilar ekan. Mana Fahrona akamiz ham xuddi shuni aytyapti. Ko'pchilik sarson bo'lishyapti-da. Ochilgani yo'q, mana xolam ham sarson bo'lyapti, shuncha yo'ldan ketdi.